Salom hammaga. Soat ham 8 bo'ldi. Endi zavtrak qilib ishga ketyapman. Mana ishga ham yetib keldim. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Vasilyevich bobomiz motorni ham terib bo'libdi. Tiguanni richagini qotirishni boshladim. Richagni ham qotirib bo'ldim. Endi antifrizni radiatorini yechaman. Antifrizni trubkaga yechayotgan vaqtda antifrizni o'rniga suv oqib ketsa bo'ladimi? Aniq bo'lishicha, mashinaning egasi antifrizni o'rniga suv sovuribdi. Mana radiatorni ham yechib oldim, endi yangisini qo'yishim kerak. Mana radiatorni ham joyiga qotirdim. Soat ham 1 bo'lib qolibdi, endi obed. Obedni ham qilib bo'ldim, endi antifriz quyishni boshladim. Moyni ham almashtirish kerak edi, shuning uchun eski moyni to'kib yangi moy quydim. Maslining filtrini ham almashtirdim. Mana 3-kunning ham videosi tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Ertaga ham 4-kunning videosini videoga olib Instagramga joylayman.